Xabaringiz bor, 3D printer orqali protez qo'l yasashni boshlaganman. Mana bu qismlarni birlashtirib, o'tgan qismda mana shuni tayyorlagan edik. Endi bu qismda boshqa detallarni 3D printerlardan chiqarishni davom ettirdik. Eng asosiysi, eng qiziq joyi. Men buzuq printer orqali mana shu detallarni print qilishni boshladim. Sababi orada ishlamay qoldi, detallar chiqmayapti. Har bittasini alohida chiqarishga to'g'ri keldi, juda ham ko'p vaqt ketdi. Printerlar har bittasini chiqarganida mana bunday ideal chiqqani yo'q. Animatsiyada ko'rsatish juda ham chiroyli, lekin chiqarayotganda bunday ahvol emas. Xuddi o'tgan videodagidek juda yomon bo'lib ketgan chizmalar ham bo'ldi. Printerda ishlash tez ko'ringani bilan, lekin har bitta detalga kamida 20 soat vaqt ketdi. Bundan keyin mana bunday holatlarda yelkadagi xotirlangan qismlarni chiqardik va mana bu rasmda ko'rsatilayotgan hamma qismlari, yelkagacha bo'lgan qismlari tayyorlandi. Videoga like bosib, tanishlarga yuborib, keyingi qismni kutamiz.